Kuyov bola endi keldilar mana. Yaxshimisiz, siz yaxshimi? Sog' salomat, charchamay, rahmat, Xudoga shukr. Qalay? Niyatga yo'ldim mana. Boringizga shukr. Mana kuyov bolamiz Xudo xolasa yetib kelishdi. Mana endi Xudo xolasa bitta kiyinib chiqsalar a? Xudo xolasa o'rgatamiz. Operatorlar qayerda? Hozir kelishdi mana o'sha yo'laman. Bo'ldi, Xudo xolasa. Kuyov bolani ko'ryapsizlar, mana o'zgarib ketganini, boshqacha o'tib ketganini. Harakat qilinglar mana. Mana shunaqa qilib, chiroyli bo'lib kelib yurishlikni. Niyat qilishgan ekan, Xudo xolasa 4 oy oldin zakaz olgan edim. Bo'ladi to'y. 4 oy. Suydetil kim? As bolam? Ketdi-yu o'sha bola. Ha. Lisedagi. Xudo xolasa kuzatib boring, mana shunaqa chiroyli to'ylarni. Mana bugun biz hozir Rishton bo'lyapti, bitta Rishtonga qaraymiz. Bodotga qaraydim. Bodotda ekanmiz. Assalomu alaykum. Operatorlar qiroli keldi mana. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizmisiz? Charchamaysiz, tinchsiz? Yana birga ekanmiz a? Kuzatib boring, shuna chiroyli voqealar qo'yib boramiz. Xudo xolasa bugun Bodotda xizmatdamiz. Kuyov bolamiz keldi, endi biz sekin harakatni boshlaymiz. Mana shu bolalar. Akmal aka nomeradi. Obunib qo'yasiz. Boringizga shukr, rahmat. Qani qayerga ketdi ordu? Hech kim yo'qligini bilib qoldi. To'y bo'lyapti, hech kim adashdi-yu. Adashdi-yu. To'g'rimi? Bitta shopirlar xolos-da, to'g'rimi? Qani o chomadi-yu endi. Bitta anda ota-otasidan bitta chovorsin, ayting. Bitta. Tomadi. Xafa bo'ldi, tomadi. Ota-otachilar keluvdi. Adashdi-yu, bu uyda kuyov bola ham yo'q, hozir to'yxonada ham. Bitta choy bermadi. Qochib borishdi. To'yxonaga qochdi ular. Hozir biz to'yga kelgan edik. Mana hozir qo'shnida xolajonlar. Avvalo kelinimiz baxtli bo'lsin, yoshlar baxtli bo'lsin. Eng hozirgi kunda mahallada haligi xolajonlarimiz o'rtasida kamayib ketayotgan oqibatlardan biri. Men sizlarga shu narsani ko'rsata olmayotgan edim. Oldinlari eskitdan mana yig'ilishib va hali birchini-birchinidan unda yig'ishib, o'tirishib, chiqarishardi. Mana o'sha hali ham bor o'zbeklarda. Chalpaydi mana olib ketaman, Xudo xolasa. Xolajonlar mana shunaqa qilishib, yig'ilishib, o'tirishib, oqibat. Amin. Robbim bugungi chiroy Alloh yo'lda qilayotgan ihsonimizlar yo'lda qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo jamiki o'tganlarimizni Alloh ruhini shod eylesin, oxiratlarini obod qilsin. Chiroyli ihsonlarimiz ajridan yurtlarimiz tinch bo'lsin. Amin. Yurtboshimiz ham sog' salomat bo'lsinlar ilohim. Hamisha hammamizni xonadonimizga fayz, barakat, tinchlik, xotirjamlik bersin. Bu kelinimiz ketayotgan kelinimiz ilohim qiz bo'lib qo'shab bir bo'lsin. Tushgan joyda azizi mukarram bo'lsin. Chiroyli sog'liq, saloqa, qoriya, olima farzandlardan bersin. O'zlaridan ko'payib ota-onasiga rahmat eshituvchi zurriyotlardan bo'lsin. Yana bemor dadalariga ham ilohiy shifoi komil bersin. Hammamiz o'z panohingda saqlab, Robbim shukrona ne'matda bardavom bo'laylik. Allohu akbar. Sog' bo'linglar, rahmat sizlarga. Oqibatimiz, o'zbekchiligimiz kamaymasin. Mana xuddi shunaqalar. O kelin kuyovim chiqdi, men o'sha davom etyapman. Hozir men borib chalpagim olib olay. Chalpagim olib olay. Chalpagim beringlar. Albatta, men yaxshi ko'raman chalpay. Bo'la. Yashang. Rahmat sizlarga, sog' bo'linglar. Ana chalpay. Sog' bo'linglar. Ana chalpay.